Endi pedagogikaga eng yaxshi bo'lgan, o'qish osonroq, lekin yaxshi o'rgatadigan, narxlari ham unaqa qimmat bo'lmagan top 5 ta pedagogический universitetlar. Pedagogika degani shu pedagogikani atrofidagi sohalar ham bor o'sha universitetlarda gaplashsak. Moskvaga ikkita bor. Moskva pedagogический bor, o'zining nomi bilan обычный Moskva pedagogический universitet bor. U yerda почти 100 ga yaqin yo'nalish bor. 100 ga yaqin degani ko'p. Очный, заочный, вечерний o'tda ham bor. Yaxshi, o'qib ketish oson. Может быть 2-3 yildan keyin plan qilishyapti. Toshkentda filialini ochish, ya'ni unga kirganlar, может быть O'zbekistonga period qilib olishi mumkin. Shunaqa sohasini ochsa. Pedagogikaning hamma varianti bor. Boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim, psixologiya, ya'ni psixologiyadan dars berish, tarix, geografiya bo'lishi mumkin, chet tillari bo'lishi mumkin, yuridik, ekonomik, hamma sohani pedagogikada, endi mana shu pedagogik universitetda yo'nalishlari bor. Shularni bitirib, shu sohada dars bersangiz bo'ladi. Любой bitta sohani dars bermoqchi bo'lsangiz, shu yerda endi pedagogik universitetda 100 ga yaqin yo'nalishi bor. Ikkinchisi MGU. MGU tabiiy tarzda Moskovskiy государственный universitet, o'ta tabiiy tarzda pedagogический ham bor, biologический, медицинский ham, IT ham hammasi bor. Faqat sal qimmatroq. O'qish qiyinroq, lekin MGU prestij. Birinchi o'rindagi Rossiyadagi universitetda o'qimoqchi bo'lsangiz, MGUga taklif qilamiz. Ikkovi bilan ham yaxshi atnashamiz. Bor уже MGUga bolalar kirishdi, grantga ham kirishdi. Qiziq bo'lsa, o'rgatamiz, yordam beramiz, grantga qanaqa kirish, kontraktga qanaqa kirish, arzonroq kontrakt qanaqa qilish, o'qish, sessiya, hammasiga yordam bera olamiz. Keyingisi yana Peterga 3 ta. Birinchisi bu Gertsena. Gertsen bilan dogovorimiz bor, yaxshi atnashamamiz Gertsen bilan yordam bera olamiz, Gertsenga ham kirishga. Gertsenda ham 100 dan oshiq yo'nalishi bor. Yaxshi tarafi Gertsenni ular loyalniroq kontraktga, birinchi, ikkinchi kontraktdan to'ladingizmi, keyin kontraktlarga vaqt beradi. Keyin yaxshi tarafi Gertsenni o'qib ketishi понятныйroq. Sayt login parollarini kirib olganingizdan keyin zapisatsiya qilasiz, darslarda ko'rasiz. Dekanatlar yaxshi ishlaydi. Sizlarga fan yopish uchun preparatsiya bilan dogovoritsiya qilib, vaqtlarini, soatlarini yordam beradi yopish uchun. Ya'ni fanlarni yopish ham nisbatan osonroq. Lekin o'rgatishi yaxshi o'rgatadi Gertsenni. Kontraktda ham unaqa qimmat emas, tam zaochында 80 ming, 90 ming, вечернийda tam 130 ming, 140 ming. Normalda bugungi kundagi narxga. Ochniysda 250, 280 shahar narxlari, обычный narxlar. Lekin sentrda joylashgan. Zo'r tarafi Kazanskiy sabori oldida, Nevskiy metroda joylashgan. Keyingisi bu SPBGU. Xuddi MGUga o'xshab Moskvadagi, bu yerda ham SPBGUda ham pedagogik yo'nalishlar bor. SPBGUning yaxshi tarafi eski universitet ancha katta hamma deputatlar, prezident yordamchilari, buvshi prezidentlar hammasi SPBGUda o'qigan. SPBGUning yaxshi tarafi ular международный договорlar ko'p. Toshkentda filiali ochildi. Если что, Toshkentda bor fakultetga kirsanglar, bodka именно Rossiyaga, Toshkentga period qolsanglar bo'ladi, qiynalmasdan. Bu ham государственный, bu ham государственный. Просто o'tda ketib ketmoqchi bo'lsanglar, o'qimoqchi bo'lsanglar, navbat u yoqda periodi osonroq. Просто bitta fakultet, bitta korpusdan boshqa korpus period qilgan bo'lasizlar bo'ldi, hech qanaqa imtihon olinmaydi. Gertsenda ham shunaqa, Toshkentda filiali bor, 5 yil bo'ldi Gertsen ochilganiga. Keyingisi Lingu dedushkam o'qiganlar, zo'r universitet. Lingu ochilganiga u 70-yillarmi, 60-yilda ochilgan. Именно o'sha korpusda hozirgi o'zi taktakovoy ochilganiga 100 yil bo'lib qoldi почти ham. Lingu zo'r universitet, Lingu yaxshi tarafi Pushkinda joylashgan, u как город, Sankt-Peterburg ichiga kiradi shaharga, lekin chekaroqda. Tinch joyda spokойно общагasi bor, byudjet joylar bor, grant joylar bor, bemalol kirsa bo'ladi. Magistrga ham byudjet joylar bor, bemalol kirsa bo'ladi. Bu yil kirishda qanchasi. Faqat dokumentni vaqtida topshirsanglar, nostrifikatsiyalarga vaqtida qarasanglar, kontrakt, grant, arzon kontraktlari va grantga joylar bor. Kiraman desanglar, mana shu 2026 ga уже qabul ochildi. Mana shu 5 ta pedagogik universitetga 100 dan ortiq yo'nalish. Geografiyaga qiziqqanlar, tarixga qiziqqanlar, pedagogika, boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim, katta sinflarga dars bermoqchi bo'lsanglar, psixologiyadan dars bermoqchi bo'lsanglar, iqtisoddan dars bermoqchi bo'lsanglar, yuridik dars bermoqchi bo'lsanglar, любой sohadan dars bermoqchi bo'lsanglar, matematika bo'ladimi, fizika bo'ladimi, chet tillari bo'ladimi, 8 ga yaqin chet tillarni o'rgatishadi. Bemalol shularga topshirsanglar bo'ladi.